Qirg'iziston Bishkek shahridan kelgan ikkinchi bolasi. Sigir oqtarga obunasilaringizga. Jonivorni qara. Nimaga mana aytdim. Murod aka bosib yuborgan aka. Bolasi nima? Qo'yib yuboring. Novvos bolasi, qo'yib yuboring. Oting bo'lsaydi. Bolasi bu qochasidan. Toza qonli rossiyskiy sigir oqtargan obunasilarimiz bormi, hurmatli obunachilar? Novvos bolasi. Bolasi bu qosidan. Voy jonivor. 20 ta sutga sanja. Mana bolasi. 17-18 ta hozir o'g'izda. Bugun haqiqiy 3 kunlik bo'ldi bolasi. Uzoq sog'ilmagan sigir ko'rganmisiz? Mana mana sigir bo'ladi. Dimlangan bu bir hafta dimlaydi, mol purushlar deydi-yu, bir hafta sizlar adashasizlar. Bu 9 oy dimlangan. Shved ishqibozlarga hurmatli obunachilar. Go'zal. Baliq olib ketgan uka. O sut yorar ekan mana. Ha, 17-18 taga beraveraman. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli bozor shamolini kuzatuvchi qadrdonlar. Chorvadorlar, akalar, ukalar, hammalaringga bugungi seshanba kuni xayrli bo'lsin. Bugungi o'tkazayotgan kunlaring barakali bo'lsin. Xudo xolasa chiroyli kunda, xudo xolasa yangi haftani kundamiz. Olinglar mana sizlar uchun yaxshi to'rbosh 2 dona bo'g'ozi, chiroyli bo'g'ozlar, 2 dona tayyor sigirlar bor. 2026-yil 20-yanvar hafta kuniga seshanba Farg'ona viloyati Quva tumanidamiz. Hurmatli obunachilar, Quvana sentriga yaqin o'zimizni akam xonadonida bunaqa tayyor olib borasiz, xudo xolasa bitta novoz tug'ib bersa, chiroyli yaxshi borishingizga bir 7-8 million kamida bir xunajin tutsa ham 7-8 million foyda qiladigan molimiz bor. Videodan uzoqlashmang, chiroyli qisqa balonda. Qirg'izistonda ham import sigirlari bor. Ma'lumotini akam chiroyli qilib yetkazadi. Aka, bormi? Assalomu alaykum. Sanja keldingmi aka? Obunachilar o'rniga. Tuzimsizlar obunachilar, yaxshimisizlar? Xudo xolasa bugun 4 dona 6 kurak to'rovi ham sanja. Yosh mollar, uni ishlab chiqqan emas, ishlatadi. Xudo xolasa. Bu ikkitasi tayyor novvos bolali sigirlar. 7 bo'g'ozimiz bor, jonivor. Novvoscha tug'ib beradi xudo xolasa u ham. Ha, nima etsen qozonga yaqin yursa qorasi yo'q, novvos bolalilar yonida turib. Xalqimizga tushadi. Men qo'ndaqda 3 kishini olib qo'y, mehnatda bular. Sahardan beri. Ha, xalqimizga tushadi, arzon qilib beraman. Imkon qadar obunachilarga, o'zimiz obunachilarga yaxshi narsani olib keldim. Olishsin, baraka topishsin. Narxlarni 12 ta viloyatga solishtirib olaversin. Olib chiqing, bir boshdan chiroyli qilib ko'chada ma'lumotni beraveramiz. Shved ishqibozlarga hurmatli obunachilar. Go'zal. Baliq olib ketgan uka. O sut yorar ekan mana. Ha, 17-18 taga beraveraman. Tuqqanda ham sinab olaversin. Yomon yerkan ham bor. Ha, vashe qo'rachi. Hurmatli obunachilar, chandarini qarang. Yaxshi ro'zg'oringizga xudo xolasa bitta o'rinli sigir bo'ladi-da. To'xtatavering. Yelinlari ham vashe zakat sanja. Keyin tutamlari ham zo'r. Toting o'rnaga bir qadam bo'ldi. Tutamlari ham zo'r, qarang. Oq yelin oq tutam, mayda tutam emas. Sandari ham zo'r. Yuvoshmi? Ha, vashe yuvosh. Qilta aytmay. Ular hali shunaqa cho'ziladi bu. Bir qarich olib ketadi. Ha, 17-18 ta beraver. 8 oyga to'lib 9-oyga o'tdi. Uka 1 oyda yoniga tushadi. Bo'lari qanaqa? Bo'lar 125 ga olaversin. Gapi yetali aka. Yetali. Sekin yo'g'irtirmas, ha? Ikkita tuqqan 3 ta tug'adi, sanja? Oma idishni yomon soladi. Pulini hech pul aka pochining. Puli arzon uka. Olgan odam 10 million foyda qilmasa hisob bas. Gap yo'q. Yopishtirib aytaman. Aytdingmi? Talashmaysan o'zim tushib beraman uka. 35,5 million dastavkasi bor vodiy bo'ylab. 35 million 500 ming kami bor, dastavkasi bor. 35 million 500 mingga oldim desa Samarqandgacha bor, Qashqadaryogacha qilib beraman shu narxda ichida. Yaxshi. Vodiyga g'ich-bich kami bor, 2-3 million emas. Tas sotamiz. Aloqaga chiqarasizlar, olib keling aka. Yetalavering. Omma mol hali bu xomda bu. Necha oylik dedingiz? 8 oy to'lib 9-oyga o'tdi. Bir 20 kunda mol hali hozir. Tanalarni ham qara, tevalarni yomon tekkiz. Sandalni qarang. Ha. Hali bu tay sotsa bu chotiga sig'may qoladi. Yurishdan olibdi mol aka. Olib kiravering aka. Hurmatli obunachilar, Qirg'iziston Bishkek shahridan kelgan ikkinchi bolasi. Sigir oqtarga obunachilaringizga. Jonivorni qara. Nimaga mana aytdim. Murod aka bosib yuborgan aka. Bolasi nima? Qo'yib yuboring. Novvos bolasi, qo'yib yuboring. Oting bo'lsaydi. Bolasi bu qochasidan. Jonivori. Bo'zaydi ham zo'r tug'ibdi. Ha, bugun 3 kunlik bo'ldi, sanja? 3 kunlik bo'zaydi, qarang. Mana pachka bolasi ham yaltira qara. Joning sog' yur, mana kindiylar. Yo'q, yo'q. Onani ham chiroyli narsa ekan, onani o'zi ham. Go'zal mol uka. Yetti boshi ham baland ekan. O'ta go'zal. Bu o'g'izdan nechta sut beryapti? O'g'izdan 15 ta 16 ta beryapti. O'g'izdan chiqsa 20 taga chiqaradi. Yo qo'yavering. Tutamlarni ham orasiga. Ha, vashi bor. Sanja qora yellar dim bo'ladi. Bu dim emas, mana qara. Saldim qara. Mana paqirga ham sog'amiz. Hosil ham zo'r lekin. Sutga kirib bu haplar qaytib qolsa sut keltiradi. Kindiylar qara ishkanning suti bor molni kishadi, hashaki mollar kishmaydi.
Bo'ylari necha ekan? 125 ga olaversin, 125 plus. Yo'q. Puli necha pul? Pul arzon uka. Necha pul qo'yadi? Una 45-46 yo'q, yopishtirib aytaman. 43 million vodiy bo'ylab dastavkasi bor. 43 millionga oldim deganiga Qashqadaryogacha yetib boradi 43 million. Vodiyga g'ijibis kami bor. Sodasini qilib. Shu molcha o'tib beraman. Bir fura ekan. Bir fura ekanmi? Hurmatli obunachilar, o'rinli sigir, kelajagi bor, yosh mol. Xudo xolasa 5-10 ta ham bolasini olib, bemalol molim qaridi ham demaysiz-da. Go'zal. Hozir odamlar 3 ta tuqqan desangiz, ha, katta ko'p bo'lib qolibdi-da deydi. Ha, naborot sigir 4 ta 5 tadan keyin ochiladi. Haqiqiy sigir o'zini ko'rsatadi shunda. Olib kiravering aka. 9 oy sog'ilmagan sigir ko'rganmisiz? Mana mana shu sigir bo'ladi. Dimlangan bu bir hafta dimlaydi mol purushlar deydi-yu, bir hafta sizlar adashasizlar. Bu 9 oy dimlangan. Xo'p, tez kunda xudo xolasa tug'adi. Yerga yaqin, haqiqiy ro'zg'orga yarasha mol. Xolis bahoni beraverasizlar o'zingizlar. Ammo sutli mol bo'lar ekan. Ha, xudo xolasa 15 tani qoyillatavra. Qoyillatavra. Yerga yaqin tapalaq mol ekan. Yeb ichishsi zo'r. Ha, yegan uchun yaltirab yotibdi. Yuvoshligi zo'r. Ha, hamma yo'q zo'r. Turi tutamiz zo'r. Ha, aybi mol uka, boshqa aybi yo'q. Jonavor. Hurmatli obunachilar, ko'rib bahoni beraverasizlar. O'qiylar, o'q tutam. Yerga yaqin, ko'pgina o'tdi yemaydi, oz o'tdi deydi, lekin sutni beradi. Necha pul qo'yib berasiz aka, yetalingchi? Sanjar buni oldi qochdi qilmayli uka. Buni sigiri 40 sotyapmiz-da, to'g'risi. 36,5 million vodiy bo'ylab dastavkasi bor. 36,5 ga mol qo'shilsa, любой joyga ketaveradi. Ha, birarta qo'shib olsa. 36,5 ga oldim desa, uka, asha 36,5 millionga bor Qashqadaryogacha o'zini jo'natib beraveraman. Deb qo'y. Turishini qarang, chiroyliligini mol. Mana, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa bu yoniga bola tushib qolsa, yaxshi pulli sigir bo'ladi. Oqiyam. Ha, xudo xolasa kelajagi bor, yosh mol. 5-6 million foyda qilmasa hisobbas tashab beraman, 5-6 million shu molni olib foyda qilmas. Olib kiravering. Kami g'ij bir savdosini qilib olaverasizlar. Orqasidan ham ko'rib berasiz, tanashni. Qarang. Chaqqon. Un qora. Bo'pti Sanjar. Joningiz sog' bo'lsin. Toza qonli rossiyskiy sigir oqtargan obunachilarimiz bormi, hurmatli obunachilar? Novvos bor. Bolasi buqasidan. Voy jonivor. 20 ta sutga Sanjar. Mana bola. 17-18 ta hozir o'g'izda. Bugun haqiqiy 3 kunlik bo'ldi bolasi. Bolam o'zi sal yiriroq mol ekan. Rossiyskiy mana bilkalari ham ru. Ko'ramiz hozir. To'xtatinch. Yosh mol ekan. Mana mag'idan olgin-da. Mana. Ru. Mana. Danni Mamadov qarang, Rossiya nomer qilyapti, rossiyskiy moliga. Hurmatli obunachilar, bolasi novvos. 17-18 xudo xolasa o'g'izda. Yaxshi boqqan odam 20 ta sog'uradi. Ammo mol juda tekkiz mol ekan, korpuslari butun mol ekan. O'ta chiroyli. Bo'ylari qanaqa aka buni? Bo'ylari 1.35 chiqib qoladi. 1.30 plyusga olsin, ha. Yo'q, torting aka. Ha, jonim. Yemoq ichmoq odam ammasi yo'q. Sog'inga yo'q. Hamma yo'q o'zi, rost sog'dan. Bugun 3 kunlik bu. Necha pul pul aka? Puli vobshe arzon. Necha pul? Buna 50-52 yo'q uka. 47 million ozgina kami bor. Mana bu. Bu ham 47 million O'zbekiston bo'ylab ketaveradi. Ha, ketaveradi. Qashqadaryogacha qilib beraveraman. Ketaveradi. Hurmatli obunachilar, vodiyga o'zi molchalik kami bor. Savdosini qilaverasizlar. Tushungan bilgan odam telefon qilib, xudo xolasa ber uka desangiz qaytarilmaydi. Bola novvos. O'rinli mol. Ishiqlari qaytib olsa, ko'rsat kindiylarigacha ishib ketgan. Ishiqlari qaytib olsa 20 tani bu rossiyskiy mollar bir deganda beradi. Bir deganda. Yaxshi. Videodan uzoqlashmaysizlar, sog'inib. Hashaki mol bas. Sanja o'rinli mollar olib kelyapmiz. Una qattiq mollar bas. Xolos. Olib kiravering. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa idirish jarayoni boshlandi. Idirib chiroyli qilib sog'inlab ko'ramiz jonivorlar. Ikki sigirni ham bir vaqtda o'zi sog'inib ko'ramiz. Hurmatli obunachilar, boshlandi sigirlar sog'ini. Ikki sigirni bir vaqtda o'zi sog'ib beramiz. Bu ham sog'iladi. Shu vaqtlar nomimiz o'rtada yurib turamiz. Sog'ib olgandan keyin ular chiroyli qilib ko'rsatamiz. Ikki paqirdan sut beradimi bular? Ha, ikki paqirdan beradi o'zing. Bular hablari qaytmasdan hashakka mol bas. Mana. Ha, suyori ekan. Juda chiroyli. O rossiyskiy mol 20 dan qoyillatadi.
Xudo xolasa, o'yindan keyin yana ular ko'rsatamiz. Boshlandi bu. Bu ham boshlandi. Ikkosi ham bo'ldi. Ha, bu. Men o'g'larda ko'p ekanda xat. Mana Qirg'iziston sigirida sal nisbatan qaytib qopti. Ha, bu mollar hali sutga yotgan yo'qdi, 3 kunlik bo'ldi, Sanjar endi. Mana bu. Ana shu. Yorib tashlaydi sut berishdi bular. Yap yo'q, Bo'ladi aka, bening shu olani bo'g'oz ishqozlari yo'q, bak onasini. Oling buni, oling buni. mana yuvoshlik Sanjar. Shishni yuvosh qara. Dumlan ochib beryapti, ko'rding? Bu hali qara, jonivor yomon soladi. Yap yo'q. Bunisini ham beringchi. Ha, bu ham yuvosh. Bu hurillab yotaveradi. Ha, dumini ko'taryapti. Bo'ldi, gap yo'q. Hurmatli obunachilar, hurmatli chorvadorlar, akalar, ukalar, chorva sevar insonlar, qarang, Xaplarni ko'rsating. hali seroq. Bu mollar sutga kirgan yo'q hali. Mana bu buniki, bu buniki. Qarang, bu sog'ilmagan moldek turibdi. Nimaga? Hali yangi tuqqan 3 kun 4 kunda sekin-sekin qaytib sutga kirib bo'lsa, sutni yana ham zo'r beradi. Bir chini ham kunjara yegan yo'q, Sanjar. Quruq somon o'tda turibdi xolos. Ishig'ini qaytarib olib, keyin atalayimni ishig'imiz bu rossiyskiy digmatda hisoblashaversin. Beradi. Hamma chorvasi Alloh baraka bersin. Qiziqqan ishqibozlarni qo'rqmasdan telefon qilaverasizlar. Bozoringiz bersin. Rahmat. Akalar sog' bo'linglar. Ko'rishguncha keyingi sömkalarda.